Ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3 ming fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Ertalab ko'zimni ochganimda oddiy kun deb o'yladim, lekin bu kun meni hayratda qoldirdi. Mehmonxonada kiyinib o'zimni tayyorladim. Chiqishdan oldin vitrinadagi yeguliklardan iste'mol qilib, qorin to'q bo'lsa fikr ham aniq bo'ladi deb Shvetsiya parlamenti tomon yo'l oldim. Va mana Shvetsiya parlamenti ichkariga kirdim. Uzun yo'laklar, baland shiflar, har burchakda yuzlab yillik tarix sezilardi. 19 yildan buyon Norvegiyada istiqomat qilaman. Norvegiyada oliy o'quv yurtlarini tamomladim. 3 xil kasbda hozirgi kunda o'z ish faoliyatimni olib boraman. O'zim uchun yangi hayot qurdim. Mana shu kun bularning hammasi bir lahzada o'z javobini topdi. O'zbekiston bayrog'i bu zalda hilpirab turardi. Har bir orzu vaqti kelganda amalga oshadi. Mana shu qog'oz seminar dasturi o'sha kun qo'limda edi. Hali ham ishonib bo'lmaydi. O'zbekiston bosh muftiysi Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va delegatsiya a'zolari nutq so'zladi. Mana shu anjumanda yagona Norvegiyadan taklif qilingan vakil ekansiz bugungi anjumanga. Va keyin kutilmagan lahza mikrofon oldimga qo'yildi. Na tayyorgarlik, na ogohlantiruv to'satdan bir zumda. Shvetsiya parlamentining ulug'vor zalida yurak tez urdi, nafas salgina tutildi, lekin gapirdim. Qalbim nima desa, o'sha so'zlar tilimga keldi. Agar o'sha lahzada biror xato yoki kamchilik bo'lgan bo'lsa, samimiy uzr so'rayman. Zero bu hayotimdagi eng kutilmagan va eng ulug'vor daqiqalardan biri edi. 2009 yilda o'z restoranimizni, o'z yegulik do'konimizni ochgan holda faoliyat yuritganmiz. Keyin 2010 yilda Osloga tashrif buyurib, men kollej boshlaganman. 3 yil davomida kollej sohasida o'qiganman. Keyin 3 yil bakalavrim ekonomik administratsiya sohasida, 2 yil magistraturam revizorlik sohasida va 2013-yildan beri immigratsioniy, militsiya va sudlarda o'zbek muhojirlari uchun, o'zbek vatandoshlari uchun yagona oliy tarjimon hisoblanaman. Oliy o'quv yurtlarini yakunlagan, tugatgan yagona tarjimon hisoblanaman Norvegiya davlatida. Bu men uchun haqiqatan çok g'urur beradigan narsa, ya'ni yutuq desam ham bo'ladi. Va 2013-yildan beri sog'liq tizimida ham o'z ish faoliyatimni olib boraman va hozirgi kunda ya'ni 3 ta kasb egasiman. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, qalbingizda biror narsa uyg'ongan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga yuboring, orzu qiling va intiling. Shvetsiya parlamenti ham sizni kutishi mumkin.